Buni qarang, hali remontini hidi ketishga ulgurgani yo'q. Sizlarga ajoyib variant topib qo'ydim. Chilonzor 8-kvartalda 2 xona, 3 xona qilingan. Mehmonxonasini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli remontda chiqqan. Televizor zona, mягкий zona, даже mana bu stollargacha ham qo'yib qo'yilgan ekan. Xo'p, hamma xonalarda teplый pollar o'rnatilgan. Xonadonimiz hop, oshxonasi balkonga chiqarilgan. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Kuxnya mebellari tayyor holatda va mana bu joyda hop, 3-xona sifatida, ya'ni detskiy xona sifatida foydalanishga qoldirilgan. Bu yoqda даже shkaflarigacha qo'yilgan ekan. O'zingizlar ko'rib baho berib ketasizlar. Endi kattalar yotoqxonasini ko'ramiz. Bu ham juda ham chiroyli remontda bitgan. O'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Двухспальный shkaflari va mana bu biralariga ham alohida e'tibor qo'yasizlar va bu yoqda teplый pollari bor. Xo'p, koridorimiz va bu yoqda tualet va vanna razdelni joylashgan. O'zingizlar ko'rib baho berib ketasizlar. Hozir. Xo'p, Chilonzor 8-kvartal Orienterga ZAKS bersak bo'ladi. 4 qavatli binoni 1-qavatida joylashgan. $73,000 so'ralyapti. Opsiyada nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.